Endi bir savolga javob topib ko'raylik. Erkaklar nega xurrak yotadi? Kilian Mbappening qo'lidagi eng katta quroli nima? Tezlik. Futbolchining bu afzalligi har taraflama aynan himoya yoki hujumning qanotida qo'l keladi. Realning raqib darvozasi oldidagi ko'rsatadigan futbolida tezlik asosiy kuch emas. Agarda mavsum davomida kamdan kam hollarda ro'y beradigan grandlar uchrashuvida bo'lsin City, Liverpool, xoh Bavariya va xoh Barselona qirollik klubi grand klublar bilan ustun keladigan, to'pni berib qo'ymasdan butun jamoa bilan pozitsion hujumlar o'tkazadi. Mantiqan, xuddi shunday hollarda markaziy to'purar raqib jarima maydonchasi ichida raqib futbolchilarining qurshovida qolib ketadi. Bu mantiqiy xulosaga mantiqiy savol ham bo'lishi mumkin. Umar Ali, bu kirish uchun bu narsa muammo bo'lmagan-ku deb. Endi bu yoqda akalar boshqa narsa bor. Krishtianudan o'laroq Kilian ikkinchi etajda unchalik kuchli emas. Undan tashqari, forvard raqib jarima maydonchasi atrofida to'p ortidan ov qilish kerak. Tushunib turganingizdek, Mbappe ham bu qora ishdan o'zini olib qochadi. Ronaldo o'z paytida qanotdan jarima maydonchasiga markaziy to'purar bo'lib almashtirilganda, uning nafaqat maydondagi o'rni, balki futbolchining funksionali ham o'zgargan. Jarima maydonchasi ichida Winger kabi to'p surib bo'lmaydi. Krish buni hazm qilib moslashib keta oldi. Mbappening qo'lidan bu ish keladimi? Menda bu savolga javob yo'q. Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Siz esa fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.